Hop, probka alishtirish 150 ming so'm, zajgalkasi 125 ming ekan. Gaji bu simi bo'ladi, 150 ming so'm, termobalon 200 ming so'm, profilaktika 150 ming so'm bo'lyapti. Mana shu garelkani remont qilish qisqasi mana shu narxlarda-da. Qaranglar. Bittasi 150 ming turadigan bo'lsa, probkani, okey, o'zi probkani narxi necha pul? Probkani narxi 50 ming so'm. 50 ming so'mmi? 50 ming. Qaranglar. Hop. Probkani narxi 50 ming bo'ladigan bo'lsa, 150 mingga tuzatyaptilar-da. Bu degani shunda probkasini alishtirib bersanglar, 100 ming so'm foyda bor ekan. Mana shu olib borib, va shu yomon qilyaptilar-da. Apoklarni tuzatib shunaqangi mazza qilyaptilar, lekin hozir skidka berganlar, ertaga Ramazondan keyin mana shu narxlarda tuzatadilar. Xudo xolisa boshlaydilar. Mana shu narsani aka shogirdlar olib boshlamaysizmi? O'rgatishni. Boshlaymiz. Boshlaysizmi? Bo'ldi, qachon start beramiz aka? Xo'p. 6-7 apreldan boshlaymiz. 6-7 aprelda xudo xolisa biz trening o'tmoqchimiz. Avtomat garelkalarni qisqasi tuzatish bo'yicha, remont qilish bo'yicha mana ko'ryapsizlarmi? Nechta avtomat garelka bor? Hammasi bizlarga mana shularni remont qilishni mana shu aka o'rgatadilar. Faqat bu xizmati platniy bo'ladi. 300 ming so'mga 2 kun bor yo'g'i. 2 kun 10 tadan 20 ta odamni qabul qilamiz. Chunki joyimiz kichkina. U yerda 10 ta odamdan 10 xil savol chiqadi. Shuning uchun juda cho'zilib ketishi mumkin. Shuning uchun adashmasam 6-7 aprel shanba oddiqqa to'g'ri kelyapti. Bahosi 300 ming so'mdan bo'ladi. Men pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib, yana yozdirib qo'yishingiz mumkin. To'lovini klik orqali qilib berasizlar faqat. Nima deysiz? Xo'p, yana bitta qo'shimcha qilib ketmoqchi edim. Mana hozir 100 ming so'mdan bitta remontdan qolsa, bir kunda 3 ta remont qilsa, 300 ming so'm pul qoladi. Endi 300 ming so'mni 10 kun ko'paytirsa, necha pul bo'ladi? Siz o'zi mana shu yerda remont qilyapsiz-ku. Hamda brat bor-ku, anaqa vizivga chiqadiganlar-da. Akulasi shu bo'ladi. Yolg'on bo'lmasa, bitta viziv necha pul aka? 150 mingdan 200 ming. Joyiga qarab-a. Agar sizlar mana shunaqa mana shu okaga o'xshab akula bo'lmoqchi bo'lsangiz, kelaverasizlar. Qisqasi 150 mingdan 300 minggacha viziv deyaptilar. Bu faqat vizivni o'zi borib ko'rgandan keyin o'sha ichidagi elementlar ketadigan bo'lsa, bu yog'i pul bo'ladi. Misol termobalonni 200 ming so'mga alishtirib beradi. Termobalonni o'zi narxi necha pul aka? Termobalonni o'zi narxi 75 ming so'm. Vash noinsof bo'lib ketibsiz aka. Mana shu termobalonni 200 mingga alishtirayotgan 130 ming so'm foyda misol. 100 ming so'mdan bitta detalni alishtirgan 100 ming foyda deyildi. Undan tashqari men okaga o'xshab vizivga yana 150